Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammalarning kechki vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid. Shvetsiyada yashayman. Tunugun azroq ishlarim bilan men namoyishga chiqolmay qoldim. Bugun o tarafda azroq bir faoliyat bo'yitdiki, shu Yangratqo'sdan chiqayotgan ovoz shu gapimni besib ketmasin deb ma tarafga o'tdim. Qarindoshlar, bizningki Uyg'ur xalqimiz tarixda eng nachar qismatlarni beshidan o'tkazyotdi. Bizningki xalqimiz shu hozirgi 21-asrda tarixda qaytlanmaydi degan irqiy qirg'inchilikqa uchrayotdi. Shuningga qarindoshlar, bizningki otalarimiz, singillarimiz, do'stlarimiz, urug' tuqqanlarimiz hammasi vatanda irqiy qirg'inchilikqa uchrayotdi. 2017-yil 1-ayninki 27-kuni sahar soat 9 atrofida Ila oblastlik bexatarlik saqchilari meningki ota-onamni tutib ochib ketib, yo'qolan baholina bilan Bo'rzdagi turmada qonunsiz tarbiyalashdi diye. Keyin bularni shu birinchi qitimda 5 yillik, ikkinchi qitimda shu 18 yillik kesibyapti. Kesimninki shu asosiy hukmnomasi bo'lsa, balangmi chet elga chiqib, nima qildi, o'qishga chiqib, shu pasport ijtiyotib, siyosatpanalik tilida, shu Turkiyaning pasportlari borki, Turkiyada ko'rishibsizlar degandek qilib qildi. Endi bu siyosatpanalik deganni hammadan tilaydi, shu kasakning tuqqanlarini tilagan, apisi Abnum rayonida raisib o'tirib yaqinda tushib ketdi. Demak, bu yerda Xitoy o'ziga qarshi turmagan ba'zi bir oilalarga nuqtali holda hujum qilgan bo'lsa, yana ba'zi bir oilalarga bo'lsa nuqtali holda eslab turib, bularningki bizningki ota-onalarimizga yo'qolan sabablar bilan shunday tegib, ularningki Xitoyningki qorong'u zindonlarda hayotiningki dafsanda o'tib ketishiga turtkilik rol o'ynadi ham o'ynayotdi. Shuningga men barliq qarindoshlarningki kirmaganlar bo'lsa mayli bir Uyg'urning o'simi teshida turib vatanni qo'dab bergani bu bak afzal ish. Ularni chiqib bir cho'ng bir faoliyatlar qatnashsinmi demayman, qatnashmasinmi demayman, ammo bir narsani talab qilma, ham umid qilma, haqni ko'rishini. Bizningki bir qo'l qo'shtirib o'tamasligini, shu haqiqatga kelgan chog'da ko'zini yummasligini, men shu narsani shu Uyg'ur xalqidan mujoratga kelishini umid qilaman. Ammo kirib ketganlar bo'lsa, umidli qilmayman, talab qilaman. Chunki bizningki hozir davorimiz xalqaroningki eng yaxshi yerlarda yaxshi menyapti. Masalan, kilometlar yig'ilishida, 7 davlatlar yig'ilishida, NATO'ningki yig'inlarida, cho'ng yig'inlarda bizningki davorimiz kun tartibga kelib, bir yerdan bizga yo'riqlik kelyapti. Shuningga bu narsamizni cho'ng siyosiy sahnalarda 5567 ga o'xshash yoki bir hadimizning ishiga o'xshash yerlarga olib chiqib olmay, o cho'ng sahnadagilar siyosatni cho'ng o'ynasin. Biz shu parlamentning oldida turib, opam nima kirib ketdi, dadam nima kirib ketdi, xalqimiz irqiy qirg'inchilikka uchrayapti deb, mushta lapatlarni yasitib, o cho'ng siyosatchilarga biz parallel holatda yandash menishimiz kerak. Olamningki o'ynayotgan sahnadagi roli bilan bizningki meyada qilayotgan ishimiz birdak chiqsa, o chaqda ishimiz gul-guliston bo'lib ketadi. Har bir Uyg'urningki o'sha chatalga chiqib o'rinib qilishining sabab kunlarning birida Xudoyim xalqimizga mana shu qismatlarni beribdi. Mushular egi chiqqandikin deb bizni mishalar o'rishtirgan bo'lishi mumkin. Hargizmi yeb ichish, o'ynab, kulib, kiyib, sayohat qilish uchun emas hozirgi vaqtimiz. Lekin to'y-to'ykunlar bo'lsanglar bo'ladi, o'zinglarning yig'ilishini yo'lida qilsanglar bo'ladi, u shaxsiy turmush. Lekin mavi ishlarni unutib qolmay, ashundaq bir so'rinlarda, ashundaq haqiqiy Uyg'ur davosini qilayotganlarningki
Dünya Uyghur Qurultayının olamdı ve başka Xitayga işleydigan guylarning olamdı. Shundaq gaplarni qilgan chaqda to'xtab turinglar, a'loninkini durust anglayli deb bir ikki yig'iz haqiqiy gaplarni qilib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlardan hech nim ketmaydi. Chunki sizlar g'arb ellarda yashayapsizlar. Buningga ilaqi bir pul talab qildigan yoki buning bir badal talab qildigan hech nima bo'lmagandan keyin a'loning depini chammanglar qarindoshlar. Bu bir. Anadan keyin mana 11 oyninki 12 kuni men parlamentning oldida emas, Amerika konsulining oldida namoyish qilishni tanladim. Mustaqillik kunimizga. Mushu chaqda boshqa shaharlardan bo'lamdi, Shvetsiyadagi. Mushu Shvetsiyaning ichidagi bo'lamdi. Kelsa biz birlikda mustaqillik talab qiladiganligimizni, erkin qirg'inchilik uchrayotganligimizni Amerika konsuli orqali Amerika davlatiga yana bir qitim yetkazishimiz kerak deb o'ylayman. Shuningga men Amerikadagi surgun hukumatga soliq xudoyarni qo'llash va shuningga destek bo'lish uchun men u kuni namoyishni Amerika konsulida qilishni tanladim. Boshqa shahardan kelgan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar, men tushlik tamoqlarni o'rinlashtirman 11 dan 12 gacha oraliqda 1 soat mening bu jiq vaqtim yo'q. Shu kunda 1 soat qilyapman namoyishni. 1 soat ashada biz erkin qirg'inchilik uchirdik, bizga mustaqillik kerak degan shuarlarni to'lig'ash. Albatta men uydagilarning narsalarni olib beraman. Ishar qilsak bo'ladi. Zo'lash yo'q. Keladiganlar kelsa bo'ladi, bo'lmasa yana o'zim yolg'iz qilaversam bo'ldi deb qo'ydim. Hamda bu hammamizningki majburiyati. Yana bir gap, navbatda mushu bizningki vatanimizda bo'layotgan erkin qirg'inchiliklar pastlab qilish mayaq tutib tursin, texmi yig'irlab ketibdi qarindoshlar. Shuningga ilaqa bo'z amal va mushu xalqimizga bir foydali bir ishlarni qilaylik, foydali gap so'zlarni qilaylik. Hech qachoncha ilaqa bir o'zimizningki bo'yini sundiradigan, o'zimizningki ilaqa talab etish ang ideallarimizni mushu kamerani to'g'rilab payqab turamsiz. Ang ideallarimizni biz cho'qim pokizlashimiz kerak. To'g'ri bo'lgan manbalardan xabarlarni ko'rishimiz kerak. O'zimizga, xalqimizga bo'lgan aktiv energiyalarni taqishimiz kerak. Hech qachonda ilaqa Xitoy anda kuchayib ketibdi, Xitoy manda kuchayib ketibdi degandek ilaqa nima bilanlam o'zaro bir-birimizga qo'qoq tashvish samay dunyoninki hozir bo'layotgan siyosatlarga moslashishni o'rganish kerak. Hozir bunda qarasanglar qarindoshlar, bizning ishlarimiz shunday o'ng kelyapti. Hatto mushu Google'ninki Translate'ning ichiga qarasanglar Uyg'urchaninki mushu tarjima kirdi asosiyatdan. Demak, bu yerda asosiyatdan shu Google Translate'ning ichiga kirsanglar, hammasi mustaqil davlatlarninki tili. Bizning nima ishga kirib qoldi? Mushu Amerikaninki o'tgan yilmi 2019 mi kirgizdi. Bizning nima ishga kirib qoldi? Mana savollarni o'zimizga qo'yishimiz kerak. Bizninkimi Xudoyim buyursa, cho'qim mustaqil bo'lamiz. Xitoylar vatanimizdan chiqib ketadi. Xitoylar bilan yashamaymiz. Biz ular bilan yashamaymiz hech qachonda. Mana to'g'ri ideyada, to'g'ri tashviqotlarni qilishimiz kerak. Ana lekin qarindoshlar, yana desam, yana shu muajiratdagi shu da'vo qilayotgan qarindoshlarga yondosh holatda hammamiz parlamentning oldiga shundaqlarni yasitib chiqib turaylik. O bir narsa bo'lsin yoki bir ish bo'lsin yoki ota-onalarni qo'ypamsan, 1 soat vaqtinglarni chiqib turganga hech nima bo'lmaydi. Men oqshom ishildim, bugun kechdim ishlayman. Mana 1 soat uyqumni kam uxlab keldim, chunki mening opam kechalari meni emitib, oqsut berib, men shu ingirgan vaqtimda, yig'ilgan vaqtimda men qaragan kechalari uxlamay, menmi ota-onamniki endi xizmatimni qilish kerak. Cho'qim hammalarni shunday qilishinglar kerak. Ota-onamizniki oq sutini oqlashimiz kerak. Boshqa hech nima qilib bermasakmi, mishada turib, bolalarning yo'qolib ketganlik to'g'risida ancha-muncha bir izderigini qilib davomli shuni qilmasak bo'lmaydi. Bir yezidagi bir dehqonmi, to'g'osi, kalasiga qo'yning gapini qilmay, bir to'g'osi jutkasimi, chiqib mening mekinim nakatda, mening to'g'orim yo'q ketida qo'shni qo'limlarga kirib izlaydi. Bizning ota-onamiz texnik onchilik
to'qu mekanga o'xshash qadrsiz holat tushib qolmaganda shuningga izderigini qilinglar qarindoshlar. Bu turmaning nadaligini bilsanglar kesibdi yoki meyadiki voy yaxshiki yo u bu deb uningga iliqi xultish to'g'risiga unimanglar. Shaxsan meningmi qaysi kuni gaplashganimda adam işte tarbiya qilib menga yaxshiligini dadamning sharoitining yaxshi bo'lib ketganligini opamning xo'shaligi teshiligidan hech qanday farqi yo'q degandek shunday bir gaplarni qildi. Men o'sha ish gap qaytolmadim. Lekin qarindoshlar chiqib ularning izlarini qilishimiz kerak. Ular hech qanday gunohi yo'q ularningki. Bir gunohi ham bo'lsa-ki, jim o'tirib olsak yoki qilsak bizning vatandagi xalqimizningki hech kimning gunohi yo'q. Ma'rif sepida kesilib ketgan boylarimiz, korxonchilarimiz, adablarimiz, mushu har xil sohadagi har xil kesilib ketgan odamlarimiz hech qanday gunohi yo'q. Ular faqat millatchi yoki o'qigan ziyoli kallasi o'choq bo'lganligi uchun bular kesilib ketdi, bular irqiy qirg'inchilik uchirdi. Chunki kunlarning birida bular zimin talab qilishni biladi, bizdan teshliklarga o'xshash laqva, talpatash emas. Ular nima qilish kerakligini biladi. Shunga Xitoy hammasini so'lib oldi. Shu ishlarga. Shunga qarindoshlar, vatanimizga ega chiqayli. Menmi tinish shakldagi namoyishimni mishada qilay. Rahmat. Bo'ldi aka, besito.